Qon bosim kasalligi yaxshi emasligi, oqibati nima bilan tugashini siz ham yaxshi bilasiz. Biz qon bosim bemorda nimadan paydo bo'ldi degan savolga javob topib, o'sha qon bosimni keltirib chiqargan sababini bartaraf qilsaylik, organizm o'z-o'zidan me'yorida ishlab bemorni qon bosim kasalligi o'z-o'zidan forig' bo'ladi. Keling siz bilan biz ko'rib chiqamiz nimalar sabab bo'lishi mumkin. Qon tomirni qaysi bir qismida qon tomir spazm berib qolishi, torayib qolishi sabab bo'lishi mumkin. Qonni quyilib ketishi sabab bo'lishi mumkin. Qonni tarkibida shlaklarning, toksinlarning miqdori ko'payib ketishi, qonni tarkibida kislorodning miqdori kamayib qolishi sabab bo'lishi mumkin. Ichak yaxshi ishlamasligi sabab bo'lishi mumkin. Jigar yaxshi ishlamasligi sabab bo'lishi mumkin. Jigardan tashqari insonni gormonal tizimida o'zgarishlar borligi sabab bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan bir qancha sabablar bor. Biz o'shalarni bemorlarni ichidan topib bartaraf qilganimizdan keyin bemorlar bitta dori-darmonsiz bizga kelib sog'ayishmoqda. Agar bizga kelib kasallikning sababini yo'q qilib sog'aygan odamlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, pastda Symmetry degan tugmacha bor, shuni bosing, sog'aygan odamlarni ko'rasiz. Siz ham shu kasallikdan bitta dori-darmonsiz sog'ayishni xohlasangiz, mana bu telefon raqamga qo'ng'iroq qilib, navbatdagi dori-darmonsiz sog'ayish deb nomlangan kursimizga qatnashingda sog'ayganingizda ko'ring.